Mana bu videoni ko'rib turun o'ylab qoldim-da, Real Madrid futbolchilari Xavi Alonsoga nisbatan fitna uyushtirmayaptimikin? Ha? Real Madridni ishdan olinishini istashyapti shekilli-da. Qarang, tepayotganini. Qaragani ham yo'q murabbiyni fikri, murabbiyni gaplari umuman ahamiyatsiz. Futbolchilar o'zini bilganini qilyapti maydonda. Bitta narsa o'sha natija qo'ldan boy berilyapti. Gol urib o'tkazib qo'ygandan keyin, qizil kartochka olingandan keyin futbolchilar jonini berishni boshladi. Birinchi taymda Real Madrid futbolchilari umuman o'ynagani yo'q. Tepgani ham kim qayoqlarga 500 metr bu yoqdan 500 metr bu yoqdan tepayapti. Tepalikka endi kaptar poyladi Chouameni, Vinicius deganlari. Ko'rdinglar, sizlar ham e'tibor beryapsizlarmi? Bu Xavi Alonsoga nisbatan qazilgan bu chog' emasmi? Ha? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyga fikringizni yozib qo'yinglar. Xavi Alonsoga nisbatan